Assalamu alaikum. Uyg'uriston Cumhuriyeti, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'deki barlıq partiya a'zolari, vatandaşlarım, yaxshimisizlar? Men bugün idarada bir xizmatlarni aldırashib bilib vaqtida so'zlayolmay qoldim. Shundaqdimi bugün ki bu intayin xo'shallanarli xabarni hammangizlarga o'rtaq bo'lishni qaror qildim. Hem de bu Amerika'daki State Department'ın sekreteri bu Pompeo efendimning muxbir bilan o'tkazgan suhbatni sep qo'ydim. Muxbirning so'ragan savolida sizlar bu Trump administration yani hukumatining vazifasining oxirlashiga bir kun qolgacha nima uchun saqildinglar? Nima uchun balduroq bu qarorni chiqarmadinglar? Joe Biden efendim kandidat vaqtida sizlarning Uyg'urlarning Xitoyning besim ostida uchrayotgan qirg'inchiliklarni irqiy qirg'inchilik deb atash haqida taklifiga nima uchun vaqtida ovoz qo'shib bundaq bir qarorni bermedinglar degan savoliga bergan javobida bu intayin bir ciddi ve nayet muhim bir davlatga qarta ilib berilgan cho'ng bir qaror. Shuning uchun biz nayet tafsili astoydil tekshirmagimiz butkul dunyodagi boshqa davlatlar bilan suhbatlashib Xitoyning ichki ahvolini mukammal egallab bu yerdagi turayotgan Uyg'urlarning majburiy emgak silinishlari ularninki beguna turmalarga tashlanishlari, lagerlarga qamalishlari, ularning inson haqlarining depsanda qilinishlari, turli qiyin qistoq va jazolarga uchrashlari biz qayta tekshirib, eng oxirida bu qarorni gerçi kechiksakmi bugun berdik. Bu qarorni berishimizdagi maqsad Joe Biden efendimninki vazifa topshirib olgandan keyin bizning bu qarorimiz bo'yicha texnik bu Uyg'urlarning masalasiga jiddiy qarashni iltimos qilamiz. Amerika xalqining bu masalani jiddiy hal qilishni talab qildiganligi aniq. Undan boshqa yana Kongress Senatdagi Republikanlar ve ko'plagan Demokrat Kongressmen, senatorlar birlikte bunu qo'llaydiganligiga ishonaman degandek javoblarni berib, gerçi Joe Biden efendim vazifani ertlik saat tushda 12'de yani 20 saat 12'de topshirib oldi. Saat 12'den 1 minut o'tgandan boshlab Amerika'nınki prezidenti Joe Biden efendim vazifa o'tab, Trump efendim saat 12'den 1 minut o'tganda former president yani sobiq prezident deb atiladi. Ki bizning bu prezidentning vazifa topshirilish cho'ng murosimida Trump efendim qatnashmaydiganligini bildirdi. Lekin muavin prezident Mike Pence efendim qatnashidi. Atlikka hozir 21 mingdan ortiq askar bexatarlik qo'g'dash qismlari Washington DC'ning ichiga kirib, atroflarni muntazam mudofaa ostiga elib, balki atidagi bu cho'ng yig'ilishga nurg'un odam qatnasholmaydi. Shundaqda bu televizorlar orqali, medialar orqali anglab turdi. Bu Amerikaning tarixida 1840 yildan tatib bo'lib baxmagan bir ish bu prezidentning yana bir prezidentninki vazifa topshirib olganiga qatnashmaydigan bir ishlar. Demakchi o'g'limiz nim bo'lsa bo'lsin Trump hukumatininki oxirlashadiganiga bir kun yani bir kundan oz vaqt qoldi hisobda. Demek bir gün qolgan, bir sotka qolgan vaqtida Amerika'nınki bu State Department'ning sekretari Pompeo efendimning bundaq bir ciddi qarorni Xitoy Komissar hakimiyetiga qarshi darhol o'ttirib qo'yib, bularning ati vazifadan istifa berishi biz Uyg'ur masalasining Amerikada ne kadar muhim o'ringa o'tganligi. Buningda Amerikadagi nurg'un shaxslarimiz, tashkilotlarimiz, undan bizning partiyamiz hayronlar biz to'xtamasdan Amerikaning Aqsaroyga, Kongressga bu Uyg'urlarning ustida elib berayotgan qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik deb atash haqida biz petitionlarni yo'lladik. Buning uchun mana bugun natijasi chiqibdi. Bu bizning hammamizning natijasi, yolg'iz bizning partiyamizning natijasi emas, balki bu boshqa tashkilotlarning va shaxslarning natijasi. Shundaqdimi biz partiyamiz tunji qatim Uyg'urlar üstünde elib berilgan bu qirg'inchilikni Amerikaning irqiy qirg'inchilik deb atash haqidagi petitionni biz Amerika Aqsaroy ve Kongressga yo'llagan partiya bo'lib sifatimiz ve men mas'ul bo'lgan Uyg'uriston Sharq Turkiston Mustaqillik harakati tashkiloti, o tashkilot 13 tashkilotning birlashmasi bo'lib, men bultu 2 oyda
şərəf bilan bu təşkilatның rəislik vəzifəsini tapşırıb alğan. Ondan keyin biz 3-cü ayın 7-ci günüsü 2020-ci yılı Uyğuristan Cumhuriyetçiler Partiyasını qurub, onu bütkül dünyaga təşəbbüs qilib, biz dərhal yol minib Uyğuristan Cumhuriyetçiler Partiyasını rəsmi öz ismi bilan, şərəf bilan 8-ci ayda biz Amerikanınki rəsmi təsdiqləşigə erişdik və ondan keyin veb-saytlarımızı qurish, partiya a'zolarining bedel pul topshirish uchun bank hisoblarini ichish, veb-saytlarda bedel pullarni to'laydigan qilish, har bir davlatlardagi partiya yachekilarini ratlab chiqish, partiya sho'balarini qurib, uning boshliqlarini bekitish qatorliq nurg'unlagan xizmatlarni ishladik. Demak, partiya a'zolari hammamizning o'rtaq kuchi va boshqa barliq vatanparvar qarindoshlarimiz va tashkilotlarning hamkorlashishi natijasida bo'libmi partiyamiz va bizning Uyg'uriston Sharq Turkiston Mustaqillik Harakati Tashkiloti nomidan yo'llangan ikki qitimliq kayni-kaynidan yo'llangan vatanimizni rasmiy shaklda Amerikaning besiyo'langan zamin deb atashini qo'lga keltirish haqidagi va qirg'inchiliklarni irqiy qirg'inchilik deb atash haqidagi petitsiylarni qayta yo'llagan edik. Natijada mana biz buning haqiqiy emgikimizning mevasini ko'ryapmiz. Bu yana yetarli emas. Xalqimizning ahvoli kundan kunga og'irlashib ketib bordi. Düşmanımız kun sayın g'aljirlashib beryapti. Düşman mana bu shunday ojizlashgan sir g'aljirlashidi. Bu Xitoyning kuchayib ketganligi emas, vatanimiz tuprog'iga bo'lgan zo'ravonlik hukmronligining oxirlashiga sanoqli kunlar qolganligining natijasi. Shuning uchun men yana bir qitim barliq partiya a'zolarimizni Amerika hukumatining bo'libmi, Trump hukumatining vazifa topshirishiga bir kun qolgan vaqtni intayin jiddiy tutib, shunchalik bir keskin bir siyosiy o'zgarish bo'layotgan Amerikaning bugünkidek vaziyatida bularning Uyg'ur masalasini unutqanmay, uni rasmiy Xitoy hukumatiga qarshi genosid harakat ibadi Uyg'urlarga qarshi deb e'lon qilib, ondan bularning vazifa o'tkazib berishi kishini hayronga soladigan va millatimizga intayin cho'ng xo'shallik kelib beradigan bir xo'shallik kun bo'ldi. Shuning uchun men yana bir qitim barliq partiya a'zolarimizni bundaq bir cho'ng g'alaba bilan qizg'in tabriklayman. Lekin bu yetarli emas. Texmi tirishimiz lozim. Biz ilgari bu petitsiylarni Aqsaray va kongresslarga yo'llaganchigimizda, garchi Xitoyning vabosi va xalqimizning qizg'in ovoz qo'shmaslik sababi bilan garchi 100 minglarcha ovozga erishamagan bo'lsakmi, lekin biz o'zimizning ovozimizni White House'ga va kongressga Aqsarayga yetkazganligimizni anglatgan edim. Natijada buning natijasini ko'ryapmiz. Abayman degandek bu yalğız bizning partiyamizning va mas'ul bo'lgan tashkilotning emas, balki butkul Uyg'ur xalqining o'rtaq kuchishi va jafoliq emgak qilishi, tirishchanlik ko'rsatish bilan qo'lga kelgan natijadir. Shundaqdimi bu ikki petitsiyani yo'llagan bizning partiyamiz va tashkilotimiz bo'lganligi uchun men barliq partiya a'zolarini va Uyg'uriston Sharq Turkiston Mustaqillik Harakati Tashkilotidagi barliq tashkilot vakillari va a'zolarini yana bir qitim chin qalbimdan tabriklayman. Şu münasebet bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundan keyingi ishlarimizda yor va yordamchimiz olsun. Ko'pchilikka rahmat.